Mana bu piyoz ko'chatlarimizni kaltaroq bo'lsa ham kessak bo'ladimi degan savol berishdi. Sarasodamiz Asror ukamizni piyoz ko'chatlari bizning hamkorimiz. Bizdan piyoz urug' xarid qilgan dala maydoni. Sal maydaxirroq ko'chatlarimiz. Maydaxirroq ko'chatlaringiz bo'lsa ham kesganingiz ma'qul. Nimaga? Ko'chatni tagi baquvvat bo'lib, ildizlari yaxshi rivojlanishi uchun va katta ko'chat bilan mayda ko'chatlarimiz bir-biriga balans berishi uchun mayda ko'chatlarimizni ham ustidan kesib olsak, tanasi yo'g'onlashadi, ildizlari yana qo'shimcha ildiz chiqarib, turgan joyda stressni yechib, stressga qarshi boshqa videolarda aytib o'tdim, ozuqalarda berganingizdan keyin bu ko'chatlarni bir-biriga katta va maydani balans berishingiz mumkin. 1-sentyabrda ekilgan ekan, ko'p tavsiya qilamiz. 25-avgustdan ko'chat uchun eking deymiz. Bugun sanamiz nechida? Nechida bugun? 25. Bugun 25-oktyabrga keldik. 25-oktyabrda ham bu Asror ukamizning ko'chatlarimiz mana bu yoqda ko'rsatsak bo'ladi. Boshqa yonidagi dehqonlarimizning ko'chatlari hali tayyor emas. Xo'p, endi katta bo'lsa ham, mayda bo'lsa ham kesaveraylikmi deb Asror ukamiz so'ragan edi. Aytib o'tdim, kessangiz bo'ladi deb. Mana bu yerda mana kesilmagan joyi. Mana buni ko'rsatsak bo'ladi. Mana bu yerda nisbatan ko'chatlarimiz o'sgan ko'chatlarimiz va maydaroq ko'chatlar ham bor. Bu o'sgan joyi nima plus minus tomonlari bor. Keyin dalaga chiqqanda mana bu ko'chatlarimizni agar mabodo bargi bilan chiqaradigan bo'lsangiz, hozir metr bay bo'lib ketgan ayollarimiz, opalarimiz ham metr bay hisoblab ekadi. Mana bu barglarni yotqizib ketadi-da, siz 8 ga 8 yoki 10 ga 10 shablon berib, "Opa, menga 8 ga 8 ekib bering" yoki 10 ga 10 ekib bering desangiz, mana bu bargni shunday yotqizadi-da. Opalarimiz ham hozir chaqqon bo'lib ketishgan, soddaroq aytadigan bo'lsak. Siz o'ylagan yoki biz taklif qilgan, biz bergan razmerda ekmasdan bargni yotqizishini hisobiga siyrakroq ekib ketadi. 1 gektar joyiga o'rtacha eng kamida 650 ming donadan 1 million donagacha, 1 million 100 ming donagacha piyoz ko'chati joylashtirsangiz, xudo xolasa, o'rtacha 80 gram, 100 gramdan hammasini hisoblasangiz 80 tonna, 100 tonnagacha hosil olishingiz kerak. Afsuski, hali bizda unaqa hosildorlik yuqori emas. Ko'chatlarimiz hali yuqorida aytib o'tgandek katta joyi bilan mayda joyi bir-biriga balans berib, baquvvat, pishiq chiqqandan keyin tezroq rivojlanib ketadigan ko'chatlar yuzaga keladi.